O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun Yaponiya bozorida imkoniyatlar kengaymoqda. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi va Kunchiqar davlatining qishloq o'rmon xo'jaligi va baliqchilik vazirligi o'rtasida olib borilgan muzokaralar natijasida yurtimizda yetishtirilgan yana 11 turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun fitosanitar ruxsatlar olindi. Shu tariqa bugungi kunda endi Yaponiyaga 69 turdagi mahsulotni eksport qilish mumkin bo'ladi. Jumladan sholg'om, kungaboqar urug'i, brokkoli, anjir, nabatak kabi mahsulotlarda endi Yaponiyaga fitosanitar ruxsatnoma asosida eksport qilinadi. 125 millionlik aholiga ega ushbu davlat hududining 12-13% qishloq xo'jaligi uchun yaroqli ekanligini inobatga olinadigan bo'lsa, meva-sabzavotlar importiga talab yuqoriligi kundek ravshan bo'ladi. Raqamlarga nazar soladigan bo'lsak, birgina 2024-yilda ushbu mamlakat 1.6 million tonna yangi uzilgan mevani import qilgan. Sabzavotlar yo'nalishida bu ko'rsatkich taxminan 14 million tonnaga teng. O'zbekistondan Yaponiyaga eksport qilinadigan har qanday mahsulot Yaponiyaning oziq-ovqat xavfsizligi, o'simliklar karantini to'g'risidagi qonun va qoidalari, oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha milliy standartlariga va boshqalarga javob berishi lozim. Mahsulotlar begona o'tlar va ularning urug'laridan, tuproq, shag'al, qum hamda tirik hasharotlar, shuningdek boshqa aralashmalardan xoli bo'lishi talab qilinadi. Karantin agentligi xom ashyoni ekish, ishlab chiqarish, qayta ishlash, saqlash, tashish va mahsulotni Yaponiyaga eksport qilishgacha bo'lgan, shuningdek tegishli xavfsizlik talablariga javob berilishida barcha jarayonlarni nazorat qiladi. O'zbekiston mahsulotlari uchun yangi bozorlarning ochilishi bu mamlakatimiz agrar sohasidagi salohiyatini namoyish etish uchun ham qo'shimcha imkoniyatdir. Qolaversa, bu tizimda yangicha yondashuv joriy etilib, daladan eksportgacha tamoyili ostida yetishtirish, saqlash, kalibrlash, qadoqlash jarayonlariga ham e'tibor qaratilmoqda. Kichik bo'g'inlardan tashkil topgan zanjirning joriy etilishi esa qo'shimcha ish o'rinlari, qo'shilgan qiymatni oshirish, texnologik qayta ishlash va savdo logistika tizimini kengaytirishga turtki bo'lmoqda.